Assalomu alaykum hurmatli bizani doim kuzatib boradigan aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi, sog' salomat, yaxshi o'tsinlar. Xo'sh, bugun haftaning shanba kuniga kech bo'lganda uyimda turgan bir qora Gentrani sizlarga obzorni qilmoqchiman o'rtoqlar. 23 qora, puli arzonroq bo'lsin deydiganlar uchun 23 qora. Kuzupan texpasport ham 23, rangli qora, ABS, abagre, pul hamma narsasi bor. Faqat bitta minuslari bu, probegi 107 ming bo'lgan. 10 taraf parogida 1 metrdek kraskasi bor. Qolgan joyi ideal. Mashina texpasport Kuzupan 23, bosgan yo'li 107 ming. Xo'sh, qilingan ishlarni aytib o'taman. 4 ta yangi balon taqildi. Polik chexol, pult bor. Gazlashtirilgan shu. Amerikan Copter, Malibu bar, Malibu roll unaqa narsalar yo'q o'rtoqlar. Xo'sh, 12 ta viloyatga nasiya savdo 3 mingdan chiqib ketadi. Naqd bank bo'laveradi. Xo'sh, dastlabki xizmatlari ham bor o'rtoqlar. Shu gapirilgan gapimizga javob 107 ming proveding 107 ming kraska. Xullas shu mashinamizni qisqacha obzorni qilaman o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib, telefon qilsanglar, to'liq obzorni qilib beraman. Shu mashina mana shu mashinamiz 2023 Kuzupan texpasportdan. Mashinaning holati juda zo'r. Endi kech bo'lganiga yaxshi bilinmayapti. Kimga qiziq bo'lsa, aytsanglar shu mashinaning videolarini to'liq qilib tashlab beraman. Kanalga kirib, like, podpiskalar beringlar.